Hammaga salom. Sizlar bilan Proyekt Rus kanali. Bugun men qanaqa qilib montaj qilyapman, o'zim qilyapmanmi, ko'chirib qo'yapman, shuni gapirib bermoqchiman. Xullas, men to'g'ri ko'chirganman, bir ikkitasini ko'chirganman, to'g'ri 3-ikkitasini ko'chirganman. Lekin qolganlarini o'zim montaj qilganman. Ya'ni ko'chirib turib montaj qilganman. Qaysi edi? Bu oddiy ekan. Bu o'chirishdan chiqib qolibdi. Mana ashuni o'zgartirib mana bu. Menga o'zingni afsonaviy kung-fu sirlarini o'rgatish. Bu iltimos emas. Kimdirlar Shomi akani bo'lishi mumkin. Shomi akan bo'lsanglar mana buni Shomi akalar uchun men hozir kirib ko'rsatib beraman. Necha minut bo'ldi? 1 minut bo'ldi. Mana Shomi akalar uchun qaysini qilib masalan mono editing mana montajim. Qaysi edi bu boshqa? Monomi diyor. Bu portlash. Monomiki. Hozir topaman. Negadir topolmadim. Qarasizki, mana o'zasida mana o'zimni anaqa editim. Mana ko'ringlar. Mana qachonlar qo'yib chiqqandim. Menga o'zingni afsonaviy kung-fu sirlarini o'rgatish. Bu iltimos emas. Başka qilganlarim hech kim ishonmayapti. Isbotlab beraman. Mana isbot uchun mana birinchi mononi qo'yganman. Mashina bu qanaqa mana ustiga bosib turib, mayda cho'may ustiga bosib turib, mana bu narsani bunday qilib qo'ygan bo'lsa, mana tayyor. Shuni buni kattalashtirib qo'yganman. Hop, keyinchi nima qilgansiz ekan? Bu animatsiyasini qanaqa qilib tekkalar uchun hozir to'xtatishlar. Bunu ustiga bosib turib, mana o'tib Fixdagi ezib mononi qo'yganmidim. Hozir ko'raylik. Mana to'shaylik. Xullas, asha filkezi. Shunaqa qilib montaj qilasizlar. Bunaqa narsalar qayerdan olsam bo'ladi deganlar uchun mana narsalarni olib deganlar uchun mana yerda Telegram kirasizlar. Telegram yo'llar endi bilmadim. Maktabda Telegram tortinlar uchun kirganlardan keyin vkvn.edit nubrih mana shunday yozasizlar. Yozganlardan keyin ichiga kirib mana
Mana hamma narsasini mana shu yerdan olgan. Hattoki mononi ham. Mashina mana shu yerdan olganman. Mana hammasi bor, hammasi bor. Kimning nima kerak avvalo olsin. Hammasi emas, hammasi emas, ammo keraklilari bor. Obuna ham bosib qo'yinglar, iltimos. Obuna ham bosib qo'yinglar. Shunda biza asilodi. Otiskarasi yana qaytadan ko'rib qoldi bu. Короче, shunaqa ishlar. Xo'p, uni olganimizdan keyin qanaqa qilamiz ko'rsatuvdim. Videoni orqaga qilishdan ma'no yo'q. Shuni orqaga qilib ham yurmaysizlar. Sizlar uchun o'zim hozir oddiygina shunaqa qilishni o'rgatib qo'yaman. Unda bizga nima qilsak bo'ladi? Yangi ochamiz. Yangi ochgandan keyin masalan buni Play kanaliga obuna bo'linglar. Qo'yinglar, mana qo'yaylik. Nimaga bu sizni galereyangizda turib turganlar uchun? Bu Play'di. Albatta muxlisman. Obuna ham bosganman. Har bittasini videoga eng qo'rqinchlarini uncha ko'ra olmayman. Sababi qo'rqinchli. Xo'p, o'ta vahshiy qo'rqinchlilari ham bor. Ularni ayniqsa kech paytda ko'rish ham qo'rqinchli bo'lsa kerak. Xo'p, bu yerda endi nima qilamiz? Soatlar ish chiqib qoldi. Bo'ldi. Ishim tugadi. Xo'p, endi bu yerda biz nima qilamiz? Birinchi navbatda ashika перевод qilganimizni mana uni ustiga bosamiz. Qilganimizdan keyin pohod deydi ustiga bosamiz, ya'ni rasm. Endi bu yerda masalan buni qo'yamiz. Shunday cho'si bo'lmaydimi? Yo'q, endi buni qanaqa montaj qilamiz ekanlar uchun? Bunday qilib turib, bu pastdan mana uni ustiga bosib, pastdan bo'ldi. Keyin bunday qo'yamiz. Va natija. Tayyor natija. Taxminan 3 sekundlik. Mana deksi bu. Mana. Agar buni yana cho'zmoqchi bo'lsanglar, yana o'sha rasmni qo'yib yana cho'zsa bo'ladimi buni? Ya bo'ldi, kemash oxiriga. O'zim ham qo'yib turib. Короче, u yoqqacha nima qilamiz? Voy deganlar uchun yana bitta olib, просто tak banal qo'yib qo'yamiz bu. Uni sal kattalashtirib turib, yana ashi cho'rimi, yana bunday qilamiz. Keyin yana bunday qilib turib, bundan qilib tashlaymiz, tayyor. Keyin bunga animatsiya qilib qo'yamiz. Animatsiya. Albatta animatsiya bilan kelish kerak. Animatsiya. Burası kerak emas burası. Üçüncüsü yaxshiroq. Ana natija bizda. Endi o'zinglar qo'shib qo'yib olasizlar. Men u yog'im bilan meni uncha
nima desam bo'ladi? Qiziqtirma desam bo'ladi. Mana qo'shiqlarim. Yo'q qoldi. Unda chozamiz. Ne qilamiz? Kartri va kolechka video ko'raman. Bu уже to'xtatamiz. To'xtatamiz, ne qilamiz qani? Qale. Yaxshimi? Men uni bilaman, shetni to'g'rilaydi. 2-3 kishi bo'ladimi? Короче, izdevаться, mana ko'zim ketdi, endi nima qilamiz? Nima qilay? Qo'yaman, endi yasab qo'yaman, bilmasam yasab qo'ygan narsamni endi YouTube'ga qo'yapman. Bo'pti, sizlar bilan Proyektor.uz bo'ldi, kanali bo'ldi. Unda bugungi video shu bilan yakun topdi. Yana bir gap. Obuna bo'linglar. Agar 20 ta bo'lsak, 20 dona. Voy. Agar 20 iha deyishgan. Короче, esladim. Ular 20 ta bo'ladigan bo'lsa, bitta video qo'yaman. Izdevаться deganlarga bitta video qo'yaman, ajoyib video bo'ladi. Faqat unga obuna kerak. Obuna eshitasizlar, obuna. Qaranglar, obuna yo'q bo'lsa, qanaqa qilib video qo'yishim mumkin men? Qaranglar, obuna tekin bo'lsa, obuna tekin. Mana nomini ham obuna tekin yozib qo'yaman. Obuna tekin. Obuna tekin. Yozyapman-da, voy. Proyektor.uz. Nima chiqmadi? Mana 17 tomlar yaxshi. İltimos bo'lsanglar, odammisizlar. Qaranglar, 3000 tadan oshiq odam ko'ryapti-kan meni. 3000 tadan oshiq, 300 ta emas, 3000 tadan oshiq odam ko'ryapti-kan meni. Nimaga 17 ta obunachi? Nimaga 17 ta obunachi, 3000 ta obunachi emas? Agar qaranglar, sizlar ham shuncha hamma obuna bo'ladigan bo'lsa, meni ko'rayotgan odamlar obuna bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'ladigan bo'lsa. Chunki 5 ta 6 ta video chiqara olaman. Menga ash obuna kerak, akalar. Iltimos, obuna do'stlar. Obuna kerak, obuna. Xullas, oxirgi gapim. Video tezroq tugatishim kerak, 15 minutga yaqin bo'lib qoldi. Menga kirasizlar, obuna bo'lasizlar. Obuna bo'lgandan keyin post degan joyga kirasizlar. 2-9 obuna 20 ta bo'lsa, bitta zo'r video olaman. 20 ta bo'lsa, bilib olasiz deb yozib qo'yganman. İltimos, obuna bo'linglar. Bo'pti, sizlar bilan albatta Proyektor.uz kanali. Xayr.